Hurmatli o'rtoqlar, hurmatli podpischiklar, hurmatli oshni yaxshi ko'radigan akalar. Voy, Saidjon, Shuhratjon, Umidjon, Abdullo, Boyiz, Bosit hammalarni mana shunaqa oshga taklif qilaman. Shu ismini aytgan o'rtoqlarimga tashinglar, shunaqa oshga olib kelsin sizlarni. Bunaqa osh faqatgina Anjar milliy taomlarida bo'ladi. Voy, mana bu osh qarang, iliklarni qarang. Mana bu qazi bor-ku, qazi, toy go'shtidan qilingan. Buni yeysizlar, okalar, uchasizlar, littat qilasizlar. Eng dodalari Anjar milliy taomlarida. To'g'rilarni nomer adillari damlaydi buni. 4 tonna osh damlangan oshpazlar damlaydi. O'shaning uchun eng zo'ri Anjar milliy taomlarida. Kelish kerak, mana bu oshni xohlasanglar mana bu visenniy salat bilan, xohlasanglar ashchu bilan, xohlasanglar mana bu chiroqchi bilan, xohlasanglar avashnoy asarti bilan, bitta ko'k choy bilan, bitta qora choy bilan mazza qilib ishga nima yetsin, Hamma otini yetib o'tgan insonlarimga yaqinlarga jo'natib qo'yinglar videoni. Hammalarni Anjar milliy taomlarida kutamiz. Har xil joyga borib osh yevermanglar. Dodasi Anjar milliy taomlarida.